بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Her qandaq bir qavm özünün ahvalini özgertmegiçe Allah ularının ahvalini özgertmeydi. لبيك إسلامي لبيك لبيك قرآني لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bugünkü bu programma münasebet bilen oturup koymakçı olan, yani biz toxtalmakçı olan mevzum islahat programmasının devamı. Biz yukarıda islahatın ki ehemmiyeti hakkında bir mukaddime şekilde kıskış toxtılıp ötken. Biz islahat babıda muhim bir neçe noktalarda alaydı islahat ettirişinin lazımlığı. Mesela islahat babıda en evvel akide, itikadlı islahat ettirişinin lazımlığı. Cemiyetin ıslah kılıştın burun, cemiyet kişilerinin akide, itikadını ıslah kılıştın mühimliği. Ama bunun siyasi düşüncesini ıslah kılıştın lazımlığı. An ictimai vaziyetini ıslah kılıştın lazımlığı. Ahlak prensibi ve şu katarda iktisadi başka sahalarda ıslahat ettirişinin ki lazımlık hakkında toxtulup ötken. Bugünkü bu programda biz İslahlı akide hakkında islahat ettirişten ibaret bu teminin üstünde kıskışta toxtulup ötümüz. Hem akide hakkında islahat ettiriş, hem akide hakkında islahat ettiriş dediğimiz Allah ve Allah'ın peygamberi tarafından ümmet İslam'a yetkizilgen oturgu koyulap boğan muş akidenin kaydı düzeltimiz demek emez. Muş akide Kitabullah, sünnet-i Resulullah'da körüstülgen Allah'ın peygamberi talim bergen boyunca emilleşip şu boyunca icra olup mansiydi dünyanın hali başka şey olan bıraktı. Müslümanların hazır kısmetli hazır takdirim tamamen bunun başka şey olan bıraktı. Ama maalesef başka nurgun sahalarda düşkünlük, başka susluk, bipervalık, hunukluk yüz bergenge okşaş. Bütün İslam dünyası, hususen bizden Şerq Türkistan halkının keşiden vatanımızda halkımız en mükemmel, toluk sistemlik bir halde talim terbiyeye erişemme geçken bu İslam dininin en cevheri hesaplanılan itikad doğrusunda nurgun hata düşünceler, itikadi meseleler hakkındaki an düşüncenin süzük bulması, bid'at, hurafatla başka iddi iklimlerinin kirip kılışı okşaş nurgulluğun selbi taraftan hali bulunmaklık. Şu biz madem ki halkımızın ıslah kılış arkalık dünya ve ahiretin baxt saadetiga eriştiğen bir yolda kirip şu yolda menişiğe biz kulumuzun yestaşlıklığımız, hizmetliğimiz deyitkenimiz en evvel halkımızın manevi cihetin ruhi hesaplanğan bu itikadını tüzeş, itikadını Kitabullah, sünnet-i Resulullah'da təsvirlənген, oturup koyulğan boyunca umumlaştırış. Bunu bu şekilde ıslah kılış en mühim meselelerden biri. Biz itikaddan islahat hakkında toxtuluştuğumuz en evvel şu itikad ya akide diyen bu kelimenin ki hukumu değil mi? Mesela bizden az Şerq Türkistan halkının ki muhittan akide diyen bu kelime işletilip bunun şu halkımızdan itikadı aks ettirildik. Mesela falanın akidesi yaxşı, manın akidesi doğru, bunun akidesi doğru emas degendek fikirler
shunday baholar beriladi. Bunun kishilarning e'tiqodiy qarashi. Mana bu maqsad qilmoqchi. Biz shu mushqumni ifodalaydigan aqida degan kelimaning ma'nosi va uningki islohot xizmatidagi ahamiyat. Aqida degan bu kelima qanday hukmni ifodalamoqchi. Bu aqidani isloh qilishdagi ahamiyat qasi. Mana jamiyatni isloh qilish xizmatidan aqidaning ahamiyati. Bu qaysidan iborat? Bu haqda to'xtalish lozim bo'ladi. Hamda aqida degan bu kelime Arapçası, bunun Uygurca hukumi bir narsaga ishonish, o narsaga hech qanday shak va shubha qilmasdan jazm qilish. Mush ish cho'qimundaq. Deb hech qanday ikkilanmasdan onun ishonish va hech qanday shak shubhaga o'rin bermagan holda uni qat'iy jazm qilish, ona bu aqida deyiladi. Masalan, bu kishi Allohga aqida qildi degan, Allah'a qat'iy ishondim, hech qanday shak va shubha yo'q holat Allohning vujudi, Xoliq, Razzoq ekanligiga jazm qila olsam, Allohga aqida qilgan bo'ladi. Masalan, oxiratga aqidasi bor. Oxiratga bo'lgan aqidasi yaxshi deyish uchun shu odam oxiratni o'lgandan keyin tirilish, dunyoda qilgan barliq qilmishlariga binoan mukofot va jazoga erishganligiga bunun ishonsam, bunun hech qanday shak va shubha qilmasdan jazm qila olsam, ondan keyin oxiratga to'g'ri aqida qilgan ishongan bo'ladi. Aqidaning ma'nosi mana bu. Bir narsaga ishonish, hech qanday shak va shubhaga o'rin qoldirmagan holatda jazm qilish degan hukmda ishlatiladi. Masalan, aqidaning mashhur islom dunyosida bo'lgan olimlardan Sayyid Sobiq bu şekilde tarif qildi. Aqida degan at-tasdiq bil-shay val jazm bihi duni shak aw rayba degan muatal bilan tarif qildi. Aqid degan kelimaning kim hukmi tunushtirish bundan iborat. Endi islomiy aqida qaysi doirani cho'rdab ma'lum. Islom dindan har bir shaxs qanday narsalarga aqida qilishi lozim. Shuni hech qanday shak ve şüphege o'rin bermagan holda jazm qilish va ishonish lozim degan masala haqida buni aqida islomiy asosan 6 turlik asos prinsipni cho'radigan asos tark etiladi. Bu 6 turlik masalaning biri Allohga iymon keltirish, ikkinchidan Allohning farishtalariga iymon keltirish, uchinchidan Allohning kitoblari, to'rtinchidan Allohning payg'ambarlari. Allah'a, periştlerine, kitaplarına, Allah'ın ki, peygamberlerine, beşinciden kıyamet günüge. Kıyamet günüge. Altıncıdan kaza kadar iman keltirir. Bana bu İslami akiden, bana bu şu 6 asas prensipini, şöyle degen asastı cereyan kıldı. Mesela her bir kişi resmi İslami dairenin işine kirişi, mümin Müslümanların katarını hesapını düşün, muş 6 türlük meseleye akide kılışı lazım. Allah, Allah'ın periştleri, Allah'ın kitapları, Allah'ın peygamberleri, kıyamet günü. En ağız kazabı kadar. Her kandak işinin ki, her kandak yakışlık yamanlıkның Allah'ın plan takdiri bilen olduqallıqı. Muş 6 türlük meseleye işensem, qat'iy jazm qila olsam, ondan keyin islom dinining prinsipi bo'yicha islomiy aqidani bajo keltirgan hisoblanadi. Endi bu hayotning har bir tarafini isloh qilish uchun biz yashab o'tgan ijtimoiy hayotning har qanday tarafini isloh qilish uchun eng avval bizda sog'lom, kuchli bir aqida bo'lishi lozim. Her bir şəxsdən en sağlam bo'lgan kuchli bir aqida o'rinlashmay turib, bu şəxsning hayotning sistemasi, hayot doirasi isloh qilmaydi. Faqat her bir kishining dunyo qarashi, ijtimoiy hayotining hamma sohasining to'liq tuzilishi uchun eng avval bu şəxsning aqidasi tuzilishi lozim. Yuqorqi 6 türlü prinsipi bo'lgan ishonchim
tasdiqi mükemmel oluş lazım. Şunda bo'lganda ondan keyin bu kishining boshqa ishlari isloh qilinib bo'ladi. Bu eng sağlam, durust, to'g'ri bo'lgan aqida mana bu insoniyatga masalan dunyoga nisbatan va insoniyatga nisbatan eng to'g'ri bir tushunchani taqdim qila oladi. Har bir shaxsdan eng to'g'ri aqida bo'lgandan to'g'ri aqidaga ega bo'ladigan kishiningki dunyo qarashi va insoniyat qarashi tamoman tuzalgan bo'ladi. Yuqorqi 6 turli ishga mukammal ishonmay turib, bu inson insoniyatni balki o'zi yashayotgan dunyoning mohiyatini to'liq tushunolmagan bo'ldi bu vaqtda. Endi bu aqidadagi chatnash, mana aqidadagi chatnashdan ibodat, urf-odat har qanday narsaga yo'lsizlik chatnash bundan kelib chiqadi. Mana ijtimoiy faoliyatlardagi barliq buzilish eng avval aqidadagi buzilishga yondashib keladi. İnsanın aqidasi tuzuk turib, o o'zining kishilik muomalasi, kishilik hayotidan buzilayotgan bunday bir ish hargiz mavjud bo'lmaydi, yuz bermaydi. Masalan, kishilik hayotdagi burilish, haq yo'ldan chatnash, buzilish kelib chiqishini eng avval bu inson sog'lom aqidadan ayrilib qolgan bo'ladi. Shuna bu aqida bu darajada muhim. Mesela bir inson sog'lom aqidaga ega bo'lib qolsa, bu odamning hammasi shu aqidaning turtasidan tuziladi, izg'i tushadi. E'tiqod babida yo'ldan chetgan bo'lsam, e'tiqod babida tuyuq yo'l kirib qolgan yo bid'at, xurofotga, shirk kirib qolgan bo'lsam, bu odamningki mayli Alloh qilgan ibodatlar olsun. O ibodatdan boshqa hatto urf-odatlardan o'ziniki kishilik ravishlardan bu odam tadrijiy buzilishga boshlaydi. Shunga masalan bu e'tiqod, ya'ni aqida har bir mu'min musulmonga nisbatan eng muhim omillarning biri. Endi biz qarab baqsak hozir jamiyatga, islom dunyosiga, xususan Sharq Turkiston xalqiga yetgan eng cho'ng musibat, eng birinchi darajalik musibat e'tiqodning ojizligidan kelib chiqishlik. Mana e'tiqodda ojizlash, xunuklashish, shiriklashish kelib chiqqan e'tiqoddagi shu shiriklashishga ergishib har bir shaxslarning o'zida, oilalarda, masalan har qaysi rayonlar bundan halqib shu shaxs yashayotgan jamiyat, davlat, shuni hayotning hamma tarafidan zo'r darajada tushkunlik, chekinish yuz berdik. Masalan bizning hozirgi xalqimizning amaliy ahvolini aytsak, yer sharida hech qanday insoniyatning beshiga kelmagan ig'ir kulfatlar, ig'ir vabollar bizning xalqimizning ustidan shu holda yashayapmiz. Xalqimiz agar sog'lom aqidaga, to'g'ri bir dunyo qarashiga ega bo'la olgan bo'lsa edi, e'tiqoddagi ojizlik, xunuqlik, tushkunlik yuz bermagan bo'lsa edi, balkim hozirgi bu qismat, bu falokat, bu kunlarga qolmagan bo'ladi. Buni e'tiqoddagi ojizlikning tufaylidan xalqiningki Allohga bo'lgan ishonchi, Allohning kitobiga bo'lgan ishonch, Allohning payg'ambariga bo'lgan, qiyomatga bo'lgan ishonch ojizlab ketgan. Voh, ras Alloh badaydi qandoqdi bu? Biz ras o'lgandan keyin tirilib dunyoda qilgan qilmishimiz qarta jazoga tortilamizmi yo bunday ish bo'lmasmi degandek bir aqidadagi tushkunlik sus qizmagan bo'lg'achqam mush beparvolikning tufaylidan butun faoliyatlarda ig'ir darajada tushkunlik yuz berdik. Shu tushkunlik natijasida xalqimiz hozirgacha yer sharida hech qanday bir millatning beshiga duch kelmagan qismatlarda yashayapmiz. Masalan, biz yana hozir mush munosabat bilan bir reallikni deb o'tish lozim. Xalqimizning oshuliqi, e'tiqoddagi tushkunlik
ve başka şu itiqadlı düşkünlükning turistisi aslında ailelerimi aslında maneviyatı yo'qotayotgan, islomning ruhidan uzoqlashayotgan, kishilik insoniy hayotda tushunolmayotgan, shuncha bola ig'ir qismat, ig'ir zulmning ostida yashab o'tib, zulmni his qilmayotgan darajaga birib yetdik. Bu darajaga oilalarning buzish, mahallalarda tushkunlik, umumiy vaziyatning o'zidan shu rayonda umumiylikdagidek xalqimiz do'st kim, düşman kim? Hazır nima ish qilish lozim? Kundalik hayotni qanday o'tkazish kerak? Vaqtni nimaga sarf qilish lozim? Allah bergan imkoniyatlar, mayli iqtisod, boshqa talant, buni nimaga sarf qilish lozim degan masalalar haqida so'zlik bir fikrga, aniq bir tushunchaga kelinmagachga ig'ir qaymoq ishlanishdi. Masalan, mush e'tiqodiy qarash to'g'ri bo'lmag'achqam, barlig'ini Allah'ın rızalығы üçün pida qilib, dünya ve ahiretinin baxtiga erishishdan iborat bu jangi var ruhqa hala kelinmeklik. Kelganning soni nəhayət az mingda bir yetmeydi. Mutlaq ko'p sondagi qarindoshlar faqat o'zining bir kishilik turmushini qamdash, topgan iqtisodning o'z ko'ngli nimani xohlasan, shuni sarf qilishdan ne var? Buning hammasiga asosi komil bu e'tiqoddan suzuk bir tushunchaga mayli Allah'a bo'lgan ko'z qarashi olsun, boshqa onun keyingi 5 turli prinsip bo'lgan ko'z qarashi olsun, buning nisbatan aniq bir tushunchaga kelinmagachga, aniq bir ma'natgan yo'lni bektanmaglik, aniq bir qilgan xizmatni sog'lom bektanmay, ig'ir qaymoq ishlanishdi. Biz shu an biz kim? Bizning dunyodagi vazifamiz nima? Biz kim tarafdan yaratildik? Bu dunyoni ki biz nima uchun yaratildi, bizga nima ish qilmoqchi? Bu masalalar haqida aniq bir tushunchaga kelishimiz lozim bo'ladi. Masalan, mush e'tiqod masalasi islom dinida eng muhim unutgan bo'lgan, masalan, islom dinining asosiy dasturi bo'lgan Qur'onni Karimda, Qur'onni Karimning asosiy qismi e'tiqod üstünlük. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret qilishdan bunun 13 yıl jarayonidan Peygamberimizga nazil olan ayetler, Peygamberimiz özünün sünnet seniyesi arqali bergan ta'limotning hammasi e'tiqodni hal qilishda bo'ladi. E'tiqod üstünlük. Mekke'den Medine'ye hicret qilgandan keyin Peygamberimizin nazil olan ayetlerning yani ko'p qismisi e'tiqod haqida. Kur'an'ın umumi hacmiga qarab baksak, Kur'an'ın gerçi 6666 ayetini terkip topgan bolsa-mı, İmam Fahriddin Razi'nin ki tadqiq qilib tekshirib chiqishcha, İmam Fahriddin Razi Kur'an'dan ahkam haqida to'xtalgan oyatni 600 dan oshmaydi. 6000 oyatli Kur'an'ning ichidan ahkam, islomning qonun qismini, shariat qismini bayon qilgan oyatdan 600'dan aşmaydı dedik. Anqalan ayetinin hammasi asasen degidek e'tiqodni tuzashga to'xtaldik. Ama Peygamberimiz davet merhalesinde asası kuşunun e'tiqodni tuzashdan boshladik. Çünkü Arap perimarili Peygamberimiz peygamberlab kelgan paytda tamamen başka bir holatdaydi. Hozirgi dunyoning ma'lum qismi qisman jihatdan o'xshib qolmanda bir holatda yashaqliq. Şuna bu aqidenin ki islahat hizmetdeki tutkan o'rni, o'tayotgan vazifasi eng muhim bo'lgan Qur'onni Karim eng avval şu Peygamberimiz zamanında yaşayotgan kishilarning aqidasini tuzashdan boshladik. Qur'onning asosiy qismisi şu kishilarning ingiga sig'ib ketgan qatmallik, xurofat, shirk qatorliq bid'at aqidani hammani qumrab tashlab, bunun o'rniga yuqorida so'zini o'tgan 6 turlik sog'lom aqidani o'rnatish, bunun bilan mashg'ul bo'ladiq. Ana mush 6 turlik aqida mustahkam o'rnashgandan keyin tadrijiy holatdan har bir shaxsdagi musulmonlar qaratan amal qilishdi ahkam, qonun prinsiplar tadrijiy yo'l qo'yiladiq.
tədrici yol qo'yaqliq. Şoň biz meyli Qur'onni Kerimning umumiy ruhi qarab baqaylik, payg'ambarimizning hadis to'plamini qarab baqaylik, meyli payg'ambarimizning sirat, payg'ambarimizning tarixi, bu jihatdagi asarlar qarab baqaylik. Asasan İslamdagi da'vat, ta'lim, tarbiyaning asosiy qismi e'tiqod bilan bo'laqliq. E'tiqodni o'ngshashdan boshlanaqliq. Hatta masalan Qur'onni Kerimni umumiylik bir muhokama qilib chiqqan kishi o'yliq 6000 oyatdan ortiq oyatlardan tarkib topgan bu muqaddas kitob 600 oyat atrofida oyatlardan ahkomi shar'iy haqida to'xtalib, anqaganning hammadan e'tiqod ustida to'xtalganga qaraganda go'yo islom dinim boshqa narsa ancha jiddiy to'xtalib ketmay, butun diqqatini e'tiqodning ustida to'xtatgandek manda bir xil hukm tushuncha shaklimiz. Shunga biz eng avval jamiyatni saqlashdan burun, jamiyatni boshqa sohalardagi islohotdan burun eng avval e'tiqod haqida sadiq birish, e'tiqodni tuzash, e'tiqodni saqlashdan har bir masalaga qaratam Kitabullah, Sünnet Resulullah'da qandak e'tiqod qilish, qandak ko'z qarash bo'lish haqida ta'lim berilgan bo'lsam, shu bo'yicha e'tiqod qilish lozim. Masalan, biz islom dinida e'tiqodning asosiy turiga rukn hisoblangan 6 turlik e'tiqodiy masalaning biri kishilarning Allohga bo'lgan tunishi, Allohga bo'lgan aqidasi, Allohga bo'lgan ko'z qarashi. Mesela bir shaxs Allah'a bo'lgan qarashi, Allah'a bo'lgan tushunchasida Kitabullah, Sünnet Resulullah'da ko'rsatilgandek Allah'ni Allah va Allah'ning payg'ambar Kitabullah qanday tasvirlagan bo'lsam, tasvirlangan bo'yicha Allah'ni tunib yetsam, Allah'ni bu darajada tunib yetgan odamning tasavvuridan hech qanday narsa Allah'a teng o'rinda emas. Allah'ın hiç nereden gelmeyken manda bir ruh turg'iziladi. Allah'ın özünü yaratqanlığı, özünün barlıq ihtiyajiga layık hamma ne'matni hazırlab berayotganligi, Allah'ın cheksiz qudratga ega ekanligi. Agar Allah'ın buyruqiga itoat qilmay qolsam, dunyo va oxirat azob bilan bostirilayotganligi, Allah'ın aldı hiç kişinin arı turolmaydiganligi, hiç qanday narsaning dal bulanmaydiganligidan iborat. Allah'ın qudretini, Allah Teala'nın lütf merhametini iniq tunib yetgan adam tabiiy holatda butun vujudi bilan berilib, men nima ish qilsam Allohni rozi qilaman, nima ish qilsam Allohning huzuridagi ash mukofot, ash iltifotga erishaman, qanday Allohning g'azabidan, azobidan saqlanaman deb faqat mushuning bilan mashg'ul bo'ldi. Hozir Allohni bu darajada tunish muayyan bo'lmag'achqam, biz kishilarning qalbiga mustahkam bu o'rnashamagan bo'lg'achqam, kishilarning eng o'zining turmush halakchidagi, o'z yashayotgan shu rayondagi istibdod boshqalarninki halakchidagi, hatto o'zining dunyodagi insoniy islomiy vazifasining nima ekanligini unutgan, Allah haqida hech qanday bir narsa hisoblashmagan holatdan o'zining ustiga boshqalar tarafdan belgilangan mushu belgilamani to'liq bir ado qilib, ashining imtihonidan o'tish, ashining roziligini olish, shuningki zulmi, shuning jazosini qutlashdan qo'ydi haqliq. Mandaqcha aytganda, bizning xalqimizning Allohni tunishi, Allohga bo'lgan aqidasi, xalqimizning hozir xalqimizga hukmronlik qilayotgan zolim kommunist shu ahli kufrni tunig'anga tushliq, Allohni tunish darajaga yetolmay qolganlik. Yetolmay qolgan bo'lg'achqa butun baliq isyodi bilan shu kommunist sistem, kommunist hokimiyatninki zulmidan o'zini qutuldirish, ashilarning mumkin qadar shiga tegmaslik, ashilarning degayidan chiqishidan mashg'ullab, buning bilan ne var Allah'lık. Allah onu şunda güzel insan qilib yaratib, bunun hayotiga munosabatli bo'lgan barliq ne'matini Allah hazırlab berayotgan turib, Allah'ning kuch qudratining oldidan bularninki
kuch qudratning hech narsa emasligi degani ko'z oldida ko'rinib turib buni silishtirolmoqlik. Go'yo hamma ish hukmron tarafning qo'li bo'yicha, shuning og'zi bo'yicha bo'lib ketgandigidekla dunyoning aslobi egachaqisi yo'qdekla manda xiyol gap bo'ladi. Masalan, qisman kishilarni ko'ramiz. Mesela yakın devrdeki Seyyid Kutuplar olsun, Seleflerinin devrdeki bir çoğun alimler olsun, mesela yakın devrdeki biz bilirken aliminin işte mesela Gümrü'den çıkan Ustaz Muhammed Lahun Damılan olsun, mahirlik kişiler bu derece mükemmel bir düşüncelik yok anda. Bunların aldıdan o dünyanın hükümran sebebi bu tağda hiç nesi tamamlık. Bütün vücudu ile Allah'ın rızalığı için, Allah'ın dinini âli kılış, Allah'ın vergen nimetlerine teşekkür etiş, Allah'a hamd etiş, Allah'a kulçuluk kılış. Bunun ile bulağlık. Biz bunlardan düşündük, kürep yettik. Hükümran sınıf, zalim, müstebit, emeldalan, bu da tırnaktan kılmaklık bunlardan. Şuncular, 1 milyar adamni idare qilib atgan bu kishi tirnaqini tanqinmay barliq vujudi bilan Alloh bilan bo'lib ketishga sababchi bo'lgan narsa nima? O'xshash inson bu. Masala aqidasi. Bularning Allohga bo'lgan aqidasi Allohni tunishi mukammal bo'lg'achqan. Bular Allohdan boshqa har qanday narsani unutib ketdik. Allohdan boshqa har qanday narsa Allohning oldi hech narsa emas qo'y. Diyen keskin bir kararım kilaylıklık. Başkalar şu. Gerçi mümin Müslümanların sepetini sanılgan bolsamam, bundak bir süzük düşünce kelimeme geçken ağla söylegen bedel, uluk yükseltken fidakarlık, uluk yükseltken cengavar ruhnem başka namayan kılınmalık. Aynı fidakarlık ne? Cengavar ruhunu namayan kızdıtkın neyse sağlam akidetini ibaret. Şuna en evvel etiqat babıda jıq toxtulup bizning bu şu 6 türlük İslam'ın asasik prensibi. Bunlar hakkında süzüp bir düşünce gidiliş lazım. Mesela Allah'a bo'lgan aqidamizda Allah'ın kim? Tengdaşsız bir zat ekanligi. Dünyadagi hech qanday narsani Allah'a teng bulanmaydiganlik. Hemmisi Allah'ın mahluqi, Allah'ın kim? Mevcudiyeti ekanligi. Hem neresi Allah'ın idaresi başkuruşu aslı ekanligi. Bunu muayyen biliş lazım. Bunu bilişten meylem kitap materyallarda gösterilgen nakli paketli olsun, meyli biz görüp duruvatkan, az göz aldığımızda tutkan kainatla, insaniyetin vücudu, mesela yukarı katlam cisimleri okşaş, Allah yaratkan mevcudatlı olsun, şu mevcudatlarda tetkik kılış, izleniş arkalık, Allah'ın kudretinin ne kadar katlı geldiğini, Allah'ın ismi sıfatının bu zatı, vacibeli vücut olan zatını mükemmel tutuş lazım. İkinci peygamberler mesela. Peygamberler en ağ bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zatını mükemmel tanışımız lazım. Mesela peygamberimizin bırak Allah'ın peygamberi keltirtken nurgun mucizeler var mesela. Nurgun mucizeler. Şu mucizelerinin biri hazırki bizim kulumuz saklanıvatkan Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'in ki peygamberimizin tili arkalık Allah'ın peygamberimiz gibi vahiy arkamız yetip geldik ki hem mi kayan? Eğer Allah'ın vahiysi degenge kail bulmak için olsam, şu peygamberimiz oturup koygan şu Kur'an'a okşaytıkan bir kitapta oturup koyalım lazım. Şu Kur'an şu atkan peytinde ta hazır kadar bugün günler kadar nurgun urunuş terişallıklar boğan olsam, orunğalla Kur'an'a okşaytıkan bir kitap emez. Kur'an'daki en kısa sürüge okşaytıkan bir sürünümü icat kılıp oturup koyanmaklık. Ama normal bir insanın icadiyeti olsam demiş bu icat kılanmadı. Mesela Allah'ın perişleri ve onundan başka mesela kıyamet günüsü. Bu haktan madem Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı ikenligi, Resulullah'ın Allah'ın peygamberi ikenligi ispatlangan iken Kur'an-ı Kerim'de oturup koyulgan barlık prensipleri katli işiniş lazım oldu. Peygamberimizden oturup koyulgan barlık talimatı işiniş lazım. Allah'ın kelamı peygamberimizin talimatıdan kıyamet günüsünün çokum bolduk kaldık tekrar sözünü.
Bunun ilim mantık ulamaların nurgulgan aqli delillerini keltirlik. Ölgen dinkin tirilişin tutkanlıqı. O aqli delillerini tefsiri keltirip ultırışının haceti yok. Şunundaki her qandaq yaxşı ve yaman işinin Allah'ın takdiri ve layısından bulutkanlıqı. Şunun bilen birgem, bu dünyanın imtihan mərhələsi oğaşqan her bir kişi özünün xalığan işini qilish imkaniyetiga erkinlik egenligi. Her bir kişinin Allah Taala özünün ilim məclis bilgisi boyunca kim nimege layık olsa şu özünün intiligi şunun layık bir yolga yüzlenip koyduğanlığı. Bunu sağlam süzük bir şekilde biliş lazım budur. Şimdi bu itikadi hakkında bizden toxtalıtqan dersimiz bu bir ders bilen tügümey qap qaradım. Bunlar uzun bir mevzu. Bunun tefsiri kısmına kirmeyimiz. Anmış itikadını ıslah qilish bağımından qaysi halaga Allah'a dikkat qilish lazım budur. Yani bunu biz ikinci qitimlik programımızdan o itikadını ıslah qilish bağımından qaysi noktalarını asas temi qilib turib bunu ıslah qilishning lozimligini inşallah aldığımızdaki derste to'xtalib o'tamiz. Aqidadagi islohot haqida islomda qanday qadamlarni besib o'tdi, qaysi marhalalarni tekshirgan. Bu haqda biz inşallah oldingi programmamizda to'xtalamiz. Bugungi bu program munosabati bilan biz e'tiqodiy masala haqida bu qadar to'xtalamiz. Endi bu biz to'xtalmoqchi bo'lgan mavzu favqulodda cho'ng bir mavzuga oshqa bizning da'vat qilimiz shuningda aytib bir dengizning bir tomchiga o'xshashini az bir qisqa tushuntiryapmiz. Chunki bu eng muhim murakkab bir mavzuga oshqan buni ishkillab kirib ketish qarindoshlarning fikrining chekishishiga sabab bo'lib e'tiqod bobidagi qalblik muayyan tushunchaninki texmi suzuk bo'lish uchun bu vaqtda mesela bu ilmi tədqiqatlı şuğunatqan başqa ilmi seviyesi, yukarı seviyeli kişiler olup qalsa, onun şunun layık tefsiri toxtalish lazım oldu. Umumi xalqqa nisbatan mümkün kadar qısqa şekilde, şularning seviyesiga mos kelgan bir şekilde tushundirish lazım. Peygamberimiz bu talimatı var, kişilerge hitap qilishda ularning seviyesi göre uslub bilan hitap qilish lazım deb. Peygamberimizin şu talimatıga amal qilganlikda e'tiqodni isloh qilish temisida muqaddim şekilde biz bu kadar to'xtalamiz. Davomini oldingi programda davomlashtiramiz. Hoş programını kuzlayotgan qarindoshlarning hammalarga mush munosabatdan Allohdan tavfiq, hidoyat, rahmat tilab qilamiz. Hammalarni islomni sog'lom tushunib, şu arada dünya ve ahiretning baxtiga erishishiga Alloh nasib qilsa ekan deb ularning haqida Allohdan shuni tilab duo qilamiz. Hammalar Allohga emanet. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي